Jahonga mashhur, go'zalligi bilan ajralib turadigan arab otlar haqida gaplashamiz. Arab otlari dunyodagi eng qadimgi zot otlaridan biri bo'lib, ularning tarixi kamida 4,5 ming yilga borib taqaladi. Bu zot Arabiston yarimorolida badaviy qabilalar tomonidan yetishtirilgan. Ular bu otlarni nafaqat transport, balki jang, yurishlar va hatto oila a'zosi sifatida qadrlagan. Shu sababli arab otlari genetik jihatdan tozaligi eng yaxshi saqlangan zot hisoblanadi. Arab otlari tarix davomida boshqa ko'plab zot otlariga genetik asos bo'lgan. Ingliz tozaqonlari, Lipitsaner, Orlov yo'rg'asi, Amerika kvoter oti va boshqalar arab otlarining qoniga ega. Ular Yevropa, Osiyo va Amerikada ming yillar davomida tanlangan zotlarni yaxshilashda ishlatilgan. Arab otlarining genetik strukturasi boshqa barcha zot otlaridan farq qiladi. Ular faqat 17 ta qovurg'aga, 5 ta bel umurtqasiga va 16 ta dum umurtqasiga ega. Odatda otlarda mos ravishda 18-6-18 bo'ladi. Ular issiq iqlimga chidamliligi sababli harbiy yurishlarda afzal ko'rilgan. Arab otlari bozorida narxlar juda keng farq qiladi. Ular oddiy naslli otlar $5,000 dan $15,000gacha, rasmiy nasldor, nasl hujjatiga ega otlar $20,000 dan $50,000gacha. Elita sinfdagi arab otlari shou yoki nasl uchun $80,000 dan $300,000gacha. Auksionlarda rekord narx Marvan al-Shaqab ismli otning naslini sotib olish $1 million dan oshgan. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar davlatlari arab otlarini milliy boylik sifatida ko'radi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi al-Shaqab fermasi dunyodagi eng qimmat nasldor arab otlarini yetishtiradi. Arab otlari genetik sifati uchun maxsus xalqaro reytinglar mavjud va eng yaxshi nasllar har yili World Arabian Horse Championship musobaqasida baholanadi. Videoni otga muhabbat qo'yganlarga yuborib qo'ying. Chorva olamiga biz bilan sayohat qiling. Biz esa sayohatni davom ettiramiz.